tarixchi emas. Mana shunday yomon ob-havoda ham tarixiy joylarni ko'rgani bormasa. Samoniylar maqbarasi alohida hamma binolardan ajralib turadigan binolardan biri hisoblanadi. Ushbu binoni ornamenti va fasad qismi e'tiborga molik. Sababi bu binoni fasad qismi alohida qurilmaganligi uchun hamma tomonlari bir xil, o'ngga o'ng qilib qurilgan. Bundan tashqari g'ish bezagi shunaqangi qurilganki, quyosh chiqqanda, quyosh har xil pallada turganda binoni rangi o'zgargan. Shu bilan birga ol nurda ham quyoshlarni mana shu bezaklari alohida ajralib turadi. Bundan tashqari Samoniylar maqbarasining o'ziga xosligi shundaki, undagi ornamentlar bobolarini xotirasiga, ya'ni Zardosh budaviylik dinlariga e'tiqod qilgan bobolariga atab qilingan. Sababi bu yerdagi naqshlar bevosita Zardushtiylik va budaviylik diniga xos hisoblanadi. Nodir devonligi madrasasi va uning yonida mana bu Xo'ja Nasriddin haykali juda ham mashhur bo'lgan. Mahalliy aholining fikricha Nasriddin afandining qo'lida tanga bo'lgan va bu tanga oltinga o'xshab tovlangani uchun, oltinga o'xshab ko'ringani uchun mahalliy aholi uni olib ketgan degan fikrlar mavjud. Bu Nodir devonligi madrasasi va uning ro'parasida o'ziga xos qo'sh uslubda xonaqoh ham bor. U hovuzning narigi burchagida. Bu yoqda esa Qulbobo Ko'kaldosh tomonidan qurdirilgan madrasa bo'lgan. Qulbobo Ko'kaldosh madrasasida o'z vaqtida Sadriddin Ayni tahsil olganligi uchun, keyinchalik Sadriddin Ayni akademik darajasiga yetganligi uchun Sadriddin Ayni tahsil olgan hujra hozirgi kunda Ayni uy muzeyi sifatida tashkil etilgan. Bu yerda esa Lab hovuz majmuasining nomini keltirib chiqargan hovuz bor. Bu yerda hovuz bo'yida inshoot joylashganligi uchun bu majmua Lab hovuz majmuasi deyiladi. Hovuz esa Buxoro shahri hovuzlari bilan mashhur bo'lgan. Chunki bu yerga Zarafshon daryosining eng so'nggi irmog'i bo'lgan Shohrud kanali kelgan. Shohrud kanalidan bir nechta hovuzlar yuzaga keltirilgan. Lekin hovuzning suvlari doimiy kirib chiqish imkoniyati bo'lmaganligi uchun, to'plangan suv bo'lganligi uchun ko'pincha mahalliy aholi orasida suvdan zaharlanish yoki kasallanish holatlari uchraydi. Buxoro arki miloddan avvalgi 4-3 asrlarda bunyod etilgan manzilgoh bo'lib, bu manzilgohda rivoyatlarga ko'ra taxminan Siyovush tomonidan qurdirilgan degan ma'lumotlar ham bor. Bu manzilgohning qiziq tomonlaridan bittasi aynan bu arkda Siyovushdan boshqa hech qaysi hukmdor qatl etilmagan. Ya'ni bunday bir qoida mavjud bo'lganki, Buxoro arkida mavjud bo'lgan hukmdorlar hech qachon qatl etilmagan yoki suiqasd qilinmagan. Chunki bu undan keyingi o'tiradigan hukmdor tomonidan o'ziga bo'lgan hurmatsizlik sifatida baholangan.